Atomiy kompaniyasi ba'zi bir kompaniyalarga o'xshab pul tiktirib, mana shu taklif qilayotgan insonni pulini tikkanini hisobidan foiz olmaydimi? Yo'q, siz Atomiy kompaniyasining mutloq sifat, mutloq narx, ya'ni eng sifatli mahsulotlarini arzon narxlarda o'zingiz uchun xarid qilib, o'zingiz foydalanib ko'rib, o'zingizda natijani his qilganingizdan keyin siz mana shu hissiyotingizni yetkazasiz. Ya'ni o'zingiz kabi mahsulotlardan foydalanadigan oddiygina iste'molchilarni o'z tarmog'ingizga taklif qilasiz. U insonlar hech qanday ortiqcha summalarni tikishmaydi. Ya'ni kerakli mahsulotni, o'ziga kelgan kerakli bo'lgan suprilinani, o'ziga kerakli bo'lgan zubni pastani, o'ziga kerakli bo'lgan shampunni xarid qilishlari hisobiga sizga bonuslar, ya'ni komandaviy PV'lar chiqadi. Albatta siz taklif qilayotgan iste'molchilaringizga mahsulotlar haqida ma'lumotni berasiz. Taklif qilayotgan biznes hamkorlaringizga esa kompaniyada daromad olish sirlarini o'rgatasiz. Kompaniyada muvaffaqiyatli insonlar qatoriga kirib, yuqori masterliklarga chiqish uchun barcha bilimlaringizni ularga yetkazasiz. O'zingiz kabi eng rivojlangan komanda rahbari yoki bo'lmasam ofis rahbari yoki bo'lmasam yuqori master sifatida ularni tayyorlab, ular ko'tarilgan sari siz ham daromadlarga kirib, siz ham masterliklarda ko'tarilasiz. Siz faqatgina o'zingizga o'xshagan dublikatlarni yaratish uchungina mehnat qilib, bu kompaniyadagi biznes hamkorlaringiz orqasidan daromad olishligingiz mumkin. Shuning uchun ikkilanmasdan Atomiy kompaniyasining biznesini boshlang. Siz hech qachon hech kimni pul bilan bu biznesga taklif qilmaysiz.